Akamiz meni atrofimdagilar sizning kibring va deb chatga qotibdi. Men aslida pul olganligidan kibr bo'lsa bu normal ahvolda bu. Yo'q, bu hergiz normal ahvol emas. Atrofingdagilar senda mushunday ishni bayqagan bo'lsa, senda cho'qim bu masala bor. Shunga buni qattiq diqqat qilish kerak. Konilda bir gap bor. Egiladigan olmashaqlari, mevasi qancha o'xshagan sira, kamtarlik bilan odam chiroyli satlashadigan g'adaygan sira. Bu bir insondagi eng xato bir kayfiyat, kibrlik, boshqalarning tashqi qiyofatiga qaylab baho berish degan ishlar amaliyotda intayin bir safosizlikning ifodasi. Sen buni cho'qim qattiq diqqat qil. Shu holatdan bilan menga yurdigan bo'lsang, sening shu boyliqing, shu sening yaxshi tijorating hammasi sendan ayirib qilishi mumkin. Bu kibrlik degan, bu safosizlik degan bir odamni do'stdan, boyliqdan hamma narsani ayirib qo'ydi. Shunga sen mening inim bo'ladi ekansan, bundan keyin mushu kayfiyatini butun yo'qotib, turmushdagi har qanday ishda, tijoratga har qanday ishda pushshaq masaladan tortib qattiq diqqat qilib, ma kibrlikni, ma safosizlikni to'liq yo'qot. Nima uchun kelib chiqishga o'xshab ketadigan turibmi? Ba'zilar ko'p pul topalaydi, ba'zilar bo'lsa faqat qo'rsoq to'g'risi g'imida yurdi. Dunyoda quruqdan quruq kelib qolgan boylik yo'q. Boynamrodlik farqimi azaldan taqdirning yon besishi emas, balki to'g'ri bo'lgan bir tanlash va jafoliq kurash qilishning natijasidir. Agar biz hayotni bir tog' chiqishga o'xshatsak, hamma odam bir tog' etkida turdi. Ba'zilar ishni yangi boshlagan bo'lsa-mu, tog' yo'li o'ng'il-do'ng'il bo'lg'achqa, tog' etkida tuz yerini qo'g'dab qo'rsoq to'g'risini maqsad qiladi. Lekin ba'zilar yuk taqlarini yudib, qadam-qadam ilgirlab yuqoriga yamishidi. Hatto kiyimlari yirtilib, olqinni tikanlab yirtayotgan bo'lsa-mu, azaldan to'xtab qolmaydi. Chunki oldinqisi ko'z oldidagi shig'illarni tanlagan bo'ladi. Keyingisi bo'lsa tog' cho'qqisidagi go'zal manzardan huzur olgan bo'ladi. Biz yashayotganmiz hozirgi jamiyatda bir o'g'il bola qancha vijdonli, mas'uliyatchan, ko'yimchan bo'lsa-mu, pul yo'q sababli yaxshi bo'la olmay qolishi mumkin. Hozirgi mujjonda o'g'il bolaning nurg'unlagan xatolikqa dal o'sha yanchiqida pulning yo'qligida. Qachonki bu o'g'il bolaning yanchiqida puli bo'ladi ekan, shundan boshlab bu o'g'il bolaninki hamma ishlari yaxshilanib mangdi. Shunga shu esqatmaydigan yuzi obro'yini tashlab, jiningizni tikib pul teping. Bu jarayonda vaqtincha mag'lub bo'lsangiz mayli, lekin boshdan boshlash jur'atingiz bo'lmasa, bu umringizda hech kimning oldida qimmatingiz bo'lmaydi. Noldan boshlab chirishish nomus qilgan ish emas. Chunki haqiqiy kuchlik deb atalganlar ko'p narsalarni bo'ysundira olganligidan emas, balki uzoq bardoshlik bera olganligidan hurmatga erishgan. Akamiz yaqinda atrofimdagilar bak pul tepib ketib, bak evis qilib ketibmi? Ha, bulg'a evis qilmaylar akam. Lekin shuningki biz o'rnak og'idek ulgi qiyg'idek yurib olsa o'zimizga ulgi qilaylik. Bu dunyoda baka kelib qolgan boylik mavjud emas. Baka kelib qolgan esil turmush mavjud emas. Bu har qanday bir odamningki shu boyliqning yaxshi turmushdan keyiniga biz o'ylab boqmagan, balki biz chidab bo'lolmaydigan jafo mushaqqatga uchragan bo'ladi. Balki shuni biz mangu his qilolmaydigan o'lchilik uchragan bo'lishi mumkin. Shunga biz haqningki yasham turmushiga evis qilganda shu zehnimizni o'zimizningki turmushga qaratib, o'zimizni tushunib, o'zimizni his qilib, o'zimiz nimaga eng mos kelamiz, qanday xizmatga, qanday savdoga, nima qilishga eng mos kelganligimizni bayqab, o'zimizning kasbida tirishib, bir boshqa qilib chiqsak, bizmi balki shu boshqalar havas qiladigan kishilarga aylana olishimiz mumkin. Shu kishilar havas qiladigan turmushga erisha olishimiz mumkin. Balki men egillik tiklayman deb beramib kelsam qanaqa qilaman? Bu bir xato ko'z qarash. Bir ishni sinab boqmay turib, boshlab boqmay turib, buningki mag'lub holatini o'ylab olish, bu millat ehtiyojchanlik emas. Bu bizning qalbimizga bo'lgan bir to'salg'u. Masalan, tirikchiligimiz bekor ketib qoladimi, ejrimiz bekor ketib qoladimi deb ansirsak, menga g'alaba qozonolmaymiz. Shu amaliyotda mayli savdoda, mayli xizmatlar, qanday ishda futuq qozongan, g'alaba qozonganlar, bular ehtiyojchan emas, inson emas. Shulimi shu o'zini qilmoqchi bo'lgan ishida yuz bermoqchi bo'lgan jamiyat to'salg'ini biladi. Lekin bularda hamda shunga yuzini oladigan jur'at bor. Bular shundan sinab chiqishdan qo'rqmaydi. Har qanday o'ngsizlikqa kelishmaslik kudush kelsa, ashna dadillik bilan bijtirab qilishga ko'z yetadi. Shuning bilan bular g'alabaga erisha oladi. Bir ishni qilib boqmay turib, bir ishni boshlab boqmay turib, buni yomon tarafini, yomon oqibatini o'ylab olgan odam bu g'albining bag'ancha jiroqlashib ketadi. Bu o'yliqi unda yomon oqibatni o'ylab, yomon ishni xiyol qilib olmay, yuz bermagan ishlarni o'ziga besim qilib, to'saliq qilib olmay, shu chaqda isrof bo'lgan zehnini shu masalani qanday bijtirab qilish, shuni qanday hal qilishga qarasak, biz tez suratda g'alaba qozona olamiz. Hayotimizda qiyg'ashimizda hammamiz qutuqlik bo'lib ketishni atayin, hammamiz g'alabalik bo'lib ketishni atayin. Cho'qim har qanday bir ishda mag'lub bo'lib qolishimiz mumkin. Amaliyotda bu mag'lubiyatmi? Bizga nurg'un bilimni ilib keladi bu. Nurg'un ishlarni o'rganib olamiz. Shu orqali keyin qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga biz asos silab, keyin qitimliq g'albimiz uchun asos yarata olamiz. Shunga biz har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsak, o qilishdan burun unda quruq yuz bermagan xiyolchilik qilib olmay, ashunga dadillik bilan qadam ilib, shuni boshlab chiqish kerak. Mag'lub bo'lib kelsak ishni bo'lmaydi. Shunga afkam biz har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lsak, yuz bermagan mag'lubiyat to'salg'ini o'zimizga besim qilib olmay, dadillik bilan sinab chiqish kerak. Har qanday bo'lsa, qilaver
afkam, men bor. Sizmi yaxshi o'qish tarixiga erishib, bir qancha kinishkani ortiq asla pulga taxim yiqilashqil bo'ladi deb o'ylamsiz. Lekin amaliyotda unda bo'lmasligi mumkin. Ba'zilar 20 yil jafoliq o'qib, oxirida yana boshqalarningki furchada ching tutib 1 yilda erishgan natijaga erishamasligingiz mumkin. O'sib yetilishning eng tez usuli amaliyotda o'likal o'rganish emas, balki qanday pul tepishni tadqiq qilish. Nurg'un kishilar o'sib yetilishni to'xtamay o'rganish bilan barobar deb qarab oldi. O'qish tarixi qancha yuqori, guvohnoma qancha ko'p bo'lsa, boylikqa shuncha yiqilashqil bo'ladi deb qaraydi. Lekin amaliyotda unda bo'lmasligi mumkin. O'rganish izchil, muhim bo'lib kelgan ras. Lekin hech kim nima o'rganish, qanchalik o'rganishdan muhim deb o'ylab boqmadi. Agar sizning o'rganganlaringizning hammasi pulga almashtirish bo'lmaydigan narsalar bo'lib qolsa, u faqat siz terish orqali o'zingizni oldig'iningizla bo'ladi xolos. Sizning hayotingiz balkim xizmatni qanday yaxshi ishlab, pul tepishni cho'r deb, eng oxirida bir yaxshi ishlatib bo'ladigan bir mumkin aylanib qolishi mumkin. O'rganish bilan pul tepish amaliyotda bo'sh ish. Kitobda oltin o'yin bo'lsa-mu, undan haqiqiy oltin chiqarolmaysan. Programımız 2 saat lan vaqt bergan. Hozir yana yarım saatlik vaqtimiz bor ekan. İmran Javka maqtud xaridorlar jiddiy mal bo'lib qoldi. Hozir soat 4:54 debdi. Vaqtda 2 soat lan. Bexatarlikka qattiq diqqat qilasiz-da. Malni joy-joyiga bexatar yetkazamiz. Baroqas go'sh. Bek. Ya. 18 liralik bu. Hozir saat 5'te hoş ketsa, yarım saatlik 2 saatlik vaqtimiz bor ekan. Bizning bilakliga o'xshamaydigan yerimiz mal birinchidan malni o'sib ketganda yaxshi. Ikkinchidan ularni bir o'rinda qo'ymaymiz. Bilak do'konlar mallar bizning do'konga mal qaytib o'xshamaydi. Hozir soat 6:30 chiqdi, to'xtag'ma kepildi. Programımız 2 saat lan vaqt bergan. Hozir yana yarım saatlik vaqtimiz bor ekan. Qani yarım saat ichida malni tartib qilamiz. Dehqonlar bizdan davasa. Keldik ana birinchi xaridorni do'koniga. Hozir soat 10:19 o'tibdi. Birinchi xaridorni do'koniga keldik. Hozir mal tushirish oldi turdik hozir. Hozir soat 10:44 yana 20 minutlik vaqtimiz bor ekan. Birinchi xaridorni berib qoldik. Bir xaridorimiz hozir Dengiz yo'lda. 3 kilometrlik yo'l ekan. Bir taqli dehqonlarni bo'lsa yana. Şeyin Beyson deb Lengizatniki o'zingizni engeldirib markaslar. Erbizat nomiylar sira. Bizda jonshur dayir shu boshdan oyoq o'tib chiqdigan material to'liq. Abi Akşamımız Denizli Kumkağızınızı bolak çoğu olmuşlar çıkıyor. Ağla geldi. Ağırlığı etten şunu. Az saat 7:19 edip ama aşkı xaridanımı meni şuruq tutaydı. Dukarjon xaridanımız o'zini uyi ishlatmaydigan tomondan ayliklar qo'rosini kechirib olib yetkazib qo'yadi. Cho'jama ko'ynolda voqea bo'ldi billar. Hozir soatni 11:20 o'tibdi. Do'konga 10 soat chiqib bo'ldik. Endi yo'l bir tutib bo'lib, ishating mashina ichiramay qilib bo'lib qoldi bu ishni. Keyin nima bildim xaridani qo'yib vaqtni molga topshirib qo'ydik. Hozir ko'rib tayinli rahmat. Qavmni kirket yo'ldan ko'rishdik navsa.